Hammaga assalomu alaykum. Bog'dorchilik o'z kanalining ashaddiy obunachilari. Bugun sizlar bilan qisqagina foydali video ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu videomiz tavsiya sifatida ketadi. Diqqat bilan e'tibor berasizlar. Uyida olma daraxti borlar yoki o'sha olma bog'i bor akalarimizga bu tavsiya sifatida bo'ladi. Hozir qilinadigan qisqa ishlarimiz bor. Ya'ni o'sha olma bog'larida mevani kamaytirish orqali uni sifatini oshirish. Undan tashqari o'sha shakl berishni hozirdan boshlash imkoniyati borligini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hammamiz bilamiz, olma daraxtlarida bitta gul kurtakdan, ya'ni bitta meva kurtagidan 5 ta 6 tagacha meva hosil qiladi. Mana e'tibor berasizlar. Mana bu joyda 3 ta qolib ketgan ekan. Har doim shu narsaga e'tibor berish kerak. Bu mana shu joyda biza hosilni shunday qilib ikkitadan qoldiramiz. Hozircha ikkitadan. Keyin yana ozgina vaqtdan keyin holatiga qarab bitta baqvatroq yaxshirog'ini qoldirasizlar. Bu nima uchun kerak bizga? Ya'ni bu o'sha mevani sifatli bo'lishiga va keyingi yil yana to'xtovsiz meva berishiga yordam beradi. Ya'ni solkashlikni yo'qotadi. Agar solkashlikni biladiganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyin yana bitta eng muhim qiladigan ishlarimizdan bittasi, qaranglar, shakl berishni hozirdan rejalashtirish imkoniyatimiz bor. Ya'ni bizga qaranglar, mana kuzda e'tibor bilan qarasanglar, mana shu joydan kuzda kesilgan. Bu tashqari kurtagidan novda chiqqan, bizga ma'qul. Lekin mana yonida yana ikkita qo'shimcha novda bor. Xuddi shu novdalarni biz hozir bemalol mana qiynalmasdan olib tashlasak bo'ladi. Diqqat bilan e'tibor berasizlar. Bunaqa shoxlar o'sha mevaga boradigan ozuqani nima deydi, kamaytiradi. Mana e'tibor beringlar. Mana kuzda kesilgan. Mana shu joydan kuzda kesilgan. Bu tashqi kurtagi bizga ma'qul. Mana yonidagilarni olib tashlaymiz. Mana shamol aylanishiga yana undan tashqari e'tibor berasizlar. Mana xuddi shu joyda mana ichkariga qarab o'sgan novda ham bor. Bu ham kerak emas. Bunisi ham ichkariga qarab o'sgan kerak emas. Mana ko'rdinglar, ochildi. Ya'ni o'sha quyosh nuri tushishi, shamol aylanishi birdaniga ta'minlanish imkoniyati paydo bo'ldi. Mana bexilida ham mana bexil bo'ladigan bo'lsa, mana qaranglar. Mana bu ichkaridan, mana ichkari kurtakdan ikkita birdan mana uxlab yotgan joydan ikkita birdan kurtak chiqqan. Va bu o'sib shuncha mana shuncha joyda egallagan va shuncha joy to'sib qo'ygan. Mana e'tibor berib, barglari katta-katta. Endi buni mana olib tashlashimiz natijasida olib tashlashimiz natijasida mana ichi ochildi. Shu quyosh nurlari bilan ayol kirish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu joyda yana bitta bor ekan. Mana boya aytganimiz, bu joy qaranglar, mana kuzda kesilgan. Bu mana tashqi kurtak yaxshi chiqqan bizga bo'ladi. Lekin mana buni olib tashlash shart emas. Bu o'sha 90 gradus burchak ostida yotgani uchun bu hosil shoxga aylanadi. Lekin buni pastidagi mana bizga kerak emas. Ichkariga ham bor yana. E'tibor berasizlar. Mana xuddi shu amallarni bajarsanglar, o'sha mevali daraxtlaringda shamol aylanishi, mevalarning sifatli bo'lishi ta'minlanadi. Mana qaranglar. Mana shuni e'tibor berasiz. Mana ichkariga o'sgan bu. Baribir buni kuzda olib tashlaymiz. Shu uchun hozir olsangiz anchagina kuchli ekan olgan bo'lasiz. Xuddi shu tartibda bog'larga qisqagina shu shakl bersangiz ham juda foydali bo'ladi. Mana biz hamma olmalarni ikkitadan qoldirganmiz. Mana buning natijasida xudo xolasa ertaga sifatli meva olinadi. Mana bu joyda qaranglar, kuzda kesilgan. Sizlarga ko'rinishi yaxshi bo'lishi uchun kuzda kesilgan joyi e'tibor bering. Mana bu kurtagimiz tashqariga o'sgan. Yonida ikkita mana
Bunga xalal berib turgan kurtanglar bor mana. Bularni olib tashlaymiz. Manaki. Bu o'sha kuzda shakl berishda ish kuchini kamaytirishga ham yordam beradi. Bu degani o'z-o'zidan xarajatlar kamayadi degani. Video hammaga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bundan keyin yana ham foydali videolar chiqarishda davom etamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.